ish buyurmaydi yoki kimdir bu pul 50 million naqd ko'rinishda. Tepada kartamni shutini ham qoldiraman. 24 million bo'lishi kerak kartamda adashmasam. Bu pulni kimdir 5 oyda yoki 6 oyda bir kunda 9-10 soat ishlab, og'ir mehnat qilib topadi. Yoki kimdir bu pulni yana yarim yil yoki 6 oy, 7 oyda boshqa narsa qilib nima desa bo'ladi, nimadir sotib yoki arava surib topadi kimdir mana shu pullarni. Bu pul meni Instagram orqali yarim oylik daromadim, даже yarim oyiga ham bormaydi. 2 haftalik daromadim 50 million so'm. Bu pulni topishim uchun menga hech kim hech qanaqa ish buyurmaydi yoki kimdir qo'lida ishlamayman. O'zim xohlagan paytim Instagramga kirib, xohlagan paytim Telegramga kirib, daromadimni qilib chiqib ketaman. Tanlov o'zingizda. Bu pul 50 million. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli Instagram, YouTube tarmog'i tomoshabinlari. Mana bu singlim like bosasizlar ko'proq yetib borsin. Ommaning fikrini o'zgartirmang. Har qanaqa o'yinlarga chorlamang. Instagramda qanaqa o'yinlar, nimalar bo'lyapti? Ko'pchilik masalan admin ekspertga ham qanchalik tushib ketyapti, o'zini o'zi osvoryapti. Ras shunchalik qobiliyatga ega ekansiz. Boring, bir kambag'alni kam ta'minlanganini topingda, telefon olib bering. Ras shunchalik mahoratingiz kuchli ekan, o'shanaqa pul ishlashni o'rgating. Ras juda kuchli nima ekansiz? Blogermisiz yoki o'yinchimisiz? Shunday boringda o'ynashni o'rgating. O'sha daromadini olsin, daromad ko'rsin, isbot dalil bilan ko'rsatinglar. Bu singlimizga tegishli emas, hammaga tegishli. Mana shunaqa o'yinni targ'ib qiladiganlarga tegishli. Shunaqa o'yinni targ'ib qiladiganlarga tegishli. Bunaqa ommaning fikrini aynitmanglar. Buzmanglar ommaning fikrini. Fuqarolarning fikrini buzmanglar bunday. Kimlardir sizlarning gaplaringga qo'shilib kirib ketyapti, million pulni yo'qotib o'zini osvoryapti borib. O'zini joniga qasd qilyapti. Siz kommentariyangizni o'qib ko'ring. Qanchalik odam kommentariy yozgan sizga. Mana kommentariyangizni o'qiyman hozir mana. Xo'sh. Mana palonchani yeyibsiz deb yozgan. Palonchasini yeyibsan, itdan bo'lgan deb yozibdi. Xalqni aldamagin debdi. Birovlarni uxlatma debdi. Bironta kommentariy yaxshi kelmagan. Bular hammasi yolg'onchi. Odamlarni aldab pulini oladi. Ahmoqlar birovdan tushirib pullaringizni oladi. Ogoh bo'linglar. Bunaqa yolg'onchi o'sha Instagramda, YouTube'da yoki TikTok'da, ijtimoiy tarmoqda tarqaydigan mana bu xabarlarga ishonib qolmaydi. Ras shu so'z isboti bilan birinta kambag'alni topginda, borib o'shani yangi telefon olginda, mana shunaqa qanaqagidir bunaqa strilkada o'yinmi, boshqa o'yinmi YouTube ko'rsatgin. Yaxshi begona bo'lsin. Top o'zing qidirib. Bu yolg'on xabar. Uyatsiz yolg'onchi tekin qishloq shudgorda bo'ladi degan. Xohlagan payting odamlarni aldab pulni olasan, odamlarni norozi qilib, oilangga yedirib o'rganasanlar. Ishonmanglar. Bironta kommentariya eminni o'sha singlimiz to'g'risida to'g'ri kommentariy yozilmagan. Rasvo kommentariy yozilgan. Yolg'onni ham eplamabsan. Yana firibgarlar, ishonmanglar. Yana palonchani yeyibsan. Mashinlik, iflos. Ertak aytma, quloqqa tepma. Kommentariyalarni bir o'qinglar, singlim. Bu bitta sizga tegishli emas. Mana shu Instagram tarmog'ida, YouTube ijtimoiy tarmoqda yuradigan ahmoq blogerlarga tegishli bu. Bitta like bosamizda shularga yetib borsin, insonlar ko'rsin. Buni yolg'onlarga ishonib qolmanglar. Mana yana poddat zayavka bering deb yozib qo'yibdi. Aldov rosa aldashni olma, firibgarlar. Firibgarlik ko'rsataman deb o'zingga go'r qazib qo'yma.
ilohim uying kuyib ketsin deb yozgan. Shuncha qarg'a senlarga yetmaydi. Yana o'tirib olib hijobni kiyib olgansan. Yesh hijobingni boshingdan. Yolg'on gapirishni bas qilaring. Nima qilasan ummani aldab? Insonlarni aldab. Bizning xalqimiz juda oddiy sodda xalq. Hamma narsaga ishonib ketaveradi. Hamma narsaga ishonadi. Ishonmanglar bunga. Ras shundaymi? Borsin bir kambag'al topsinda, kam ta'minlanganni. Karta qo'yib pul yig'masinda, borib o'shanga borib ko'rsatsin. Halol pul topishni ko'rsatsin. Isbot dalili bilan ko'rsatsin. Ko'rsatolmaydi, bular aldaydi faqat. Quloqqa tepadi. Hammalarga tinchlik, sog'lik, salomatlik, omonlik tilayman. Bitta like bosamiz, mayli, podpisatsiya kerak emas bizga. Mana shu ishonib qoladigan insonlarga yetib borsin. Ishonib qolmanglar, aldaydi bular hammasi. Yolg'onchi emas. O'tirib olib bular pul tashlatadi, boshqa qiladi, kimdir uyini kuydiradi bular. Yana ham aytaman, adin ekspertga tushib o'ynab, yana har qanaqa o'yinga kirib, o'zini joniga qasd qilganlar bor. Bo'layapti ham bu narsa. Ishonib qolmanglar. Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.